Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kitabını okusunda olmuşturuz. Zakat bölümünün altın, kümüş, maden, hazine, asal, yetim mili ve ticaret buyum qatarlıqlarının zakatı bölümü kelgen. Bismillahirrahmanirrahim. 2720 hadis. Amr ibn Suayb dadisi orqali qovsidan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'a Yamanlik bir ayol qizi bilan keldi. Qizining qo'lida cho'ng ikki oltin bilezik bor ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buning zakatini beramsan deb so'radi. O ayol yo'q deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni Allohning qo'liga o'tdan ikki bilezik qilib qo'yishni xohlamsan dedi. Shuning bilan o ayol ikki bilezikni chiqarib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga berdi va bu Allah ve Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nindir dedi. Nesai 2479. hadis. Albani Hasan degan. 2721. hadis. Abdullah ibn Shaddad ibn Adi bundaq degan. Biz Aisha radhiyallohu anhaninkiga kirgan edik. Bu bundaq so'zlab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem mening qashimga kelib, qo'limdagi cho'ng-cho'ng kumush uzuklarni ko'rib, "Ey Aisha, bu nima?" deb so'radi. Men, "Ey Rasulullah, ben bularni sana chiroyli ko'rinish uchun yasadim" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularning zakatini ado qilamsan deb so'radi. Men yo'q, yoki Alloh xolisa desam, buning vabolidan o'tib kelasan dedi. Abu Davud 1565. hadis. Albani sahih degan. 2722. hadis. Abdurrahman ibn Qasim dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Aisha radhiyallohu anha aksining yetim qolgan qizlarini boqib olgan bo'lib, ularning zibzinatlari bor edi. Lekin u ularning zibzinatlarini zakatini vermeydi. Malik 584. hadis. 2723. hadis. Malik Nafi radhiyallohu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qizlari va dedeklarga oltin zibzinat olib beradi. Lekin o zibzinatlarning zakatini vermeydi. Malik 585. hadis. 2724. hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir parcha oltin keltirildi. U bizga madandan keltirilgan tunji zakat edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Kelgusida madan kollari ichilib ketadi va ularga insonlarning eng askillari idarchilik qiladi. Al-Awsat va As-Saghir. Aysami bu hadisni Tabrani rivoyat qilgan bo'lib, raviylari sahih hadisning raviylaridir degan. 2725. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hayvon keltirib chiqargan ziyonga to'lam yo'q. Quduqqa yoki kanal tushib ketish yoki ishligili kirish jarayonida maydonga kelgan har qanday ziyon zahmatlarga to'lam yo'q. Yer ostidan tepib olingan boyliqning 5dan biri davlat xazinasiga topshiriladi. Buxoriy 1499. hadis. 2727. hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Anbar degan yer osti boyligiga kirmaydi. U degan dengiz qirg'iga chiqib qoladigan narsadir degan. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan. 2728. hadis. İbn Umar radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 10 kunak kasalga 1 kunak zakat keladi deganligini rivoyat qilgan. Tirmiziy 629. hadis. Albani sahih degan. 2730. hadis. Amr ibn Shuayb dadisi orqali bo'zidan mundaq rivoyat qiladi. Mutan qabilasidan Hilal ismli biri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga asal arisining mahsulotining 10dan birini olib keldi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan asal arisini boqadiganga Salaba degan bir vodini qo'dab berishni talab qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga shu vodini qo'dab berdi. Umar ibn Xattobning xalifalik davri kelganda Sufyan ibn Mahib radhiyallohu anhu Umar ibn Xattobga shu vodi to'g'ri xat yozgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uningga javob berib, agar u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vaqtidagidek asal arisining asldan 10dan birini ado qilsa, uning vodisini qo'dab bergan. Undaq qilmasa, u degan yomg'ir nega tushsa, shu yerga chechaklarni yeb asal ishab turgan bir ara. Shunga u chaqda uning aslini kim qolsa shu yeydi dedi. Abu Davud 1600. hadis. Albani Hasan degan. 2732. hadis. Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Menga Umar ibn Xattobning zakat biri yurib tugab ketmas uchun yetimning malini tijoratga silib qo'yinglar deganligi yetdi. Malik rivoyat qilgan.